Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning shifoliq dorilari degan kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema yod. Yod. Yarkent shahrida turadigan bir tabib bilan suhbatlashishga to'g'ri keldi. Biroq u gap yo'rg'ilitib, hech narsani deb bergisi kelmadi. Yaxshilik qilgandan keyin oxirgacha yaxshilik qiling-da. Dedim uning qiliqiga norozi bo'lib. Aldingizga odamlarni yandur keltirishning nima hojati? U deganingiz to'g'ri, deydi u sovuqqonlik bilan ta'rini turmay. Men ilgari xuddi siz o'ylagandek oldimga kelganlarga hammani aytib tushundiratdim. 3-4 yurt jo'ngi, sen undaq dorilaringni ko'rganlar odamga aytib, ko'rsataverma. Faqat o'zing yasab ber. Bo'lmasa qo'lingdan barakating ketadi, deb maslahat berdi. Shundan buyon shifoliq o't-cho'plarni dorixonaga topshirmaydigan, kelganlarga aytib ko'rsatmaydigan bo'ldim. Dorini faqat o'zim yasab beryapman. Bu jahil odam har qancha qilsammi o'z so'zidan qaytmadi. Anglag'anim xato bo'lmasa, u hali ham hech kimga sir bermay, dorini faqat o'zi yasab beryotgan o'xshaydi. Bilmadim, uning usuli to'g'rimi? Biroq boshqalar o'lsa, senmi o'lamsan degandek, uning yo'lini tutqim kelmadi. Put og'rig'i. Put bo'lgandimi, lepak og'rig'i. Buni so'zlab berguchimi? Bu dorini hech kimga aytma. Yaxshi bo'lsa o'zidan, yomon bo'lsa seningdan ko'ridi va tillaydi, deb topilgan edi. Men faqat yaxshi niyat bilan aytayapman. Mening bu suhbatdishim O'zbekiston radiosining xodimi Nechayev degan kishi edi. Uning hikoyasi tovandikicha. Ayolimning puti og'rib, ko'rsatmagan doktorim, aparmagan doktorxonam qolmadi. Ayolingizning puti bo'lganda putining qaysi yeri og'riydi? Deb yipdan yanisigacha so'radim. Lepakning ostidan boshlab yuqorisiga, qisqasi qilmagan doram qolmadi desammi bo'ladi. Bir kuni ulug' vatan urushi yillari besib o'tgan yo'llarim xiyolimga keldi-da, shularni o'ylab yotatdim. Turibla putidagi jarohat quritlab ketgan bir soldat doktorxonaning nerisidagi sazliq bo'yida o'ltirib, yarasini sazliq suyida yuvgan ekan. Atganligiga qarasa, qurtlar to'kilib, yarasi qariyib qopti. Keyin uni doktorlar tekshirib ko'rdi. Suv tarkibida yod bor ekan. Yaraga shu ta'sir qilgan ekan. U suv nihoyatda yiroqda. Ayolimni opirish tez. Shunga uydagi yod bilan lepikining ostiga yod bilan setki yasadim va o'rab yotqizib. Atganligi ayolim uyg'onib, "Ivan, sen tans o'ynab beraymi?" deydi. "Qandoqsiga?" "Putim yep-yengil, xuddi og'rib boqmagandek turdi." "Xudoga shukr, oldirma, texi tansim o'ynab qolarsan." Ayolimni uda 3 kun oqshimi setki yasab yotqizdim. Mana 5 yildan eshib qoldi. Ayolim xuddi hech nima bo'lmagandek yuridi. Ivan Nechayevning gapi meni hayron qoldirdi. Chunki biz uyda mubodo farzandlarimizga tumut tegib yo'tilib qolsa, balaning o'ng murisiga, to'shiga va tapiniga xuddi kotakchi daftar shaklida setki yasab davolaydik. Nechayevning deganimi buningdan ancha farqli emas edi. Keyingi yillari Nechayevning bu usulni talay bemorlarga so'zlab berdim. Ko'pchilik kelib o'zlarining minnatdorligini izhor qilishdi. Kimdir biri mubodo do'sqiga sovuq tegib og'risa, do'saq ustiga yod bilan setki yasashning yaxshi natija beradiganligini ta'kidlagan edi. Ammo men bu usulni anglagandan keyin mundaq kasal oldimga kelib boqmadi. Ba'zilar sovuq tegib yo'talganda bronxitda bir istakan suvni qaynatib, sal sovutib, bir tomchi yod demitib issa zukamdan oson qutulishga bo'ladiganligini ta'kidlashdi. Ammo men uni amalda sinab ko'rmadim. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishayli. Salomat bo'ling.